Voy, dahshat, joning dahshat. Bu bildagi nuqtalar nima deb o'ylaydigan bo'lsangiz, ey, bittalab kuydirishgan bildi baraka topkurlar, mana beg'li ham o'tishni o'yladim qarang. Suv yig'ib nimadirlar bo'lyapti-da, xullas. Bittalab kuydirishgan. Aka, unga qanday chidadingiz? Zo'rg'a chiqib nima qildim? Iloj bo'lmadi. Internetda ko'rib, bola aytishdi, bolam dedi, shu yerga keldim. Voy, bu kuydirilganini ko'rasizda, mayda ko'p kuydirilgan. Bundan keyingi videoda xudo xolasa men ishonasizmi, mana shu mushtumdek qilib kuydirganlarni ko'rsataman. Qashqadaryo bilmayman, Surxondaryoga borishgan ekan. Mana shu yerda mana shunday kuydirilgan. Mana bu yerda esa mana bunday kuydirilgan. Bitta oyog'iga beryapti, vobshe bo'lmayapti. Mana shu oyoqlarga, o'ng oyoqlarga beryapti, og'ir, kuchli, bo'lmagan joylar qolmagan. Qildim, vobshe foydasi bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi. Sizda internetda ko'rib keldim. Xudo xolasa sizga kelamiz. Yaxshi. Kilometr zo'r berdi. Shu dahshat. Kecha mana shu mushtumdek qilib kuydirilgan Toshkentdan akalar kelishdi. Aytayapman-da, qanday chidadingiz samoga? Zo'rg'a chidadik dedi. Zo'rg'a nima qilib bo'ladi? Dod to'vardik dedi. Yana bittasini aytaman, ularni kuydirilgan vaqtda borki, terini tagida yog' umuman qolmagan, bu birinchisi. Bashta mushaklar ham irgitganda, mushaklar ham. Shunday salafan tortib qo'yganda, stress shunday tortib qo'ygan deb qo'ygan. Uni ham ko'rsataman men keyingi videoda, xudo xolasa. Brigas bolaga jo'natib qo'yinglar, shtob mana shunaqa joylarga borib, azoblanib, qiynalib yurishmasin. Sog' bo'linglar.